Allah subhanahu wa ta'ala biz bugün koyduğun ayette bir işten haber verdi. Eğer biz o işini kılsak Uygur milleti yo'qolib ketmaydi. Onda olsa Allah subhanahu wa ta'ala bizning yo'qolib ketmasligimiz uchun bizni ogohlantirgan ish qaysi? Bir adam imanni tashlab, islomni tashlab, men vatanni ozod qilmoqchi desa, bu aniq bir yolg'onchi. Bu tarixda bundaq bo'lmagan, bundan keyin bundaq bo'lmaydi. Demek mana şu bir qancha ayet bugün günümüzde biz sel qaravatqan, biz qimmatini uqolmayotgan islomning qimmatini bizga tuntun. Va shundaqla islomni sus bassak, islomning keyniga chekinsek, bizning yo'qolib qolganligimiz, aslimasiya bo'lib ketganligimizning xabari bor. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu qarindoshlar. Hammalarga çok xayrlik bo'lsin. Biz bugün Allah subhanahu wa ta'alaningki bizga tushirgan oyatidan bir qancha oyatni o'qiymiz. Bizning bugün o'qiydigan oyatimiz qaysi desanglar, biz endish qilayotgan bir masalaga javob beradigan, bizga yo'l ko'rsatadigan bir oyat. Biz ko'pinchimiz endish qilyapmiz. Nimadan? Uyg'ur millati yo'qolib ketami? Vatanga xalqimiz yo'qolib tugab ketami? E'tiqodidan ana shundoq chekinib, milliy kimligi, diniy kimligidan ayrilib qolami? Chet eldagi Uyg'urlar mana shundoq kundan kunga chekinib, o'zining milliy kimligi va diniy kimligini yo'qotib qo'yamo deydigan bir endişimiz var. Allah subhanahu wa ta'ala biz bugün o'qiydigan oyatda bir ishdan xabar berdi. Agar biz o ishni qilsak Uygur milleti yo'qolib ketmaydi. Onda olsa Allah subhanahu wa ta'ala bizning yo'qolib ketmasligimiz uchun bizni ogohlantirgan ish qaysi? Allah subhanahu wa ta'ala deydi Qur'on Karimda: "Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum ve yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin." Ey Allah'a ishongan kishilar, ey Allah'a ishongan Uygur musulmonlari, sizlardan kim dindan yenib oladi ekan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah subhanahu wa ta'ala u dindin yeni vagan kişilerini yo'qotib etib, uning o'rniga boshqa bir qavmni, boshqa bir millatni, boshqa bir xalqni akiladi. O xalqni Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Va yuhibbunahu, o xalq Allohni yaxshi ko'radi. O xalq müminlerge kemter, müminlerge çoğunçılık kamaydı. E'izzetin alel kafirin, kafirlarga izzetlik, kafirlarning aldı boyu egmeydi deydi. Ayetning bu kısmı qaraydigan bolsak, Allah subhanahu wa ta'ala qandaq bir qavm, qandaq bir millet o'zining dinidan, e'tiqodidan chekinadi ekan, murtad bo'ladi ekan, dinda susluq qiladi ekan, iymonni tark etadi ekan, islomni tark etadi ekan, o millatni yo'q qilib etib, Allah subhanahu wa ta'ala boshqa bir millatni, boshqa bir qavmni akildiganligidan xabar berdi. Demak, bu oyat qaragan vaqtimizda Uyg'ur millati biz yo'qolib ketmayli, aslimasiya bo'lib ketmayli deydiganmiz. Nima ish qilishimiz kerak? Dinimizga mahkam yepishimiz kerak. Islomda chin turishimiz kerak. Bugungi kunimizda Uyg'ur musulmonlari bu nuqtani tushunmayapmiz, ammo kafirlar bu nuqtani tushunib yetib bo'lganlik. Dushmanimiz bu nuqtani tushunib yetib bo'lganlik. Bu sababdan dushmanimiz bizni yo'qotishni nereden başladı? Dopumuzdan başladımı? Atlas Connect'dan başladımı? Usullarımızdan başladımı? Yok, dinimizden başladı. Dinimizni yo'qotishdan başladı. Dini alimlerimizni turmuga sulashdan, o'ltirishdan başladı. Mesleğimizi çekishdan başladı. Dini o'quvchilarni, taliplarni tutishdan başladı. Dini kitaplarni cheklashdan başladı. Qur'onni ko'ydirishdan başladı. Ma 10 yil mobaynida zulm hamma kishilarga o'rtaq shaklda kelgan bo'lsa, zalimlar Xitoylar tarafidan ma diniy sohadagilar, diniy o'quvchilar, bizlar 70 yildan beri mazlumning ta'min etib kelgilik. Xitoy hukumat qurilgandan tortib diniy kishilarga bo'lgan zulmni bir kunmi to'xtatgani yo'q. Ama 10 yıl mabeyinde umumiyüzlük şekilde ilip bağın bilen ama burundan tatip dini alimlerini solaglık, dini kitaplarını çekleglik, bizge okşaş dinde oğalla mehbi halda, karanğı öyde, ettigende, akşamda dinimizni okuğuluk, dinimizni ügünüglük. Nimi üçün zalimlar, o Xitaylar bizning dinimizni şuncha ching tutdi? Nimi üçün ana shundaq o'zining hokimiyati qurilgandan boshlab butun diqqatini islom dini bilan qaratdi? Chunki biz tushunmagan bilan, biz his qilmagan bilan dinning kuchini Xitaylar his qilib qoldi. O zalimlar his qilib qoldi. O zalimlar bizning dinimizningki, bizning aslimasiya bo'lishdan bizni cheklaydiganligini tunib yetib qolib qoldi. Bizning dinimizning bizga zulmga qarshi turishni undab, zulmdan qutuldirganligini o Xitaylar bilib qoldi. O dinimizning bizni ruhiy qulluqdan qutuldirganligi, haqiqiy mümin bo'lib yashagan vaqtimizda o zalimlarning putirab tura olmaydiganligi, vatanimizni qo'limizga ola olmaydiganligini his qilib qolgan bo'lg'achqa, bizning ruhiy kuchimiz bo'lgan, bizningki ma'naviy boyligimiz bo'lgan, bizni harakatlantiradigan ruhiy yadro energiyamiz bo'lgan islomdan ajratib o'tish uchun harakat qildi. Ma Uyg'ur millatini islomdan ajratsak, ondan keyin buning zaminni ilib olg'ili bo'ldi ekan. Islomdan ajratsak, buni yeb ketgili bo'ldi ekan, buni asmasiya qilib olg'ili bo'ldi ekan. Islomdan ajratsak, uningki mol mulkini, nefitlarini bulang-talang qilg'ili bo'ldi ekan deb diniy ishlarga, diniy xizmatga, diniy olimlarga markazlashdi. Demak, biz yo'q degan bilan, biz qadrini bilmagan bilan dinimizningki, kafirlar dinimizning kuchini allburun bilib bo'ladi. Bu sebepten bütün düşmanlıkını
dinga qartığılık. Vahalanki Allah subhanahu wa taala Qur'on Karimda dinimizning kuchini deb qo'ygan. Dinimizga sal qarasak bizning yo'qolib ketadiganligimiz, bizning o'rnimizga dini mahkam turadigan, Allohni yaxshi ko'radigan, islomni yaxshi ko'radigan bir kishilarning akildiganligidan Qur'on Karimda xabar berdi. Shuning uchun Uyg'ur musulmonlari biz yo'qolib ketmayli. Bu zulm qarshi bo'lgan kuchimiz, ruhimiz yo'qolmasin, milliy kimligimiz yo'qolmasin deydiganmiz. Islomdan iborat bu sefning ichiga kiraverishimiz kerak. Islomga mahkam yepishaverishimiz kerak. Islom Uyg'ur millatini qo'g'daydi. Islom Uyg'ur madaniyatini qo'g'daydi. Islom Uyg'urlarning zaminini, tuproqini qo'g'daydi. Agar islomdan ayrilsak, u zulm qarshi turadigan harakatlantiruvchi kuch bizda qolmaydi. Amaliyotda realligimiz qarab qoladigan bo'lsak, buni realligimizni ko'ralaymiz. O'ylab boqinglar, Afg'onistonga o'xshash eng oddiy sadda, ana shunday sopbekash bilan yuradigan, eng oddiy kiyimlarni kiyadigan, qo'lida undaq ilg'or texnika bo'lmagan kishilar qaysi aqida, qaysi ideya bilan o'zining zaminini qo'g'dab qoldi? Iymonning kuchi bilan o'zining zaminini qo'g'dab qoldi. E'tiqodning kuchi bilan dunyodagi super kuchi bo'lgan Amerikani bo'y egdirdi, zamindan chekinishga majbur qildi. Bu hammasi nimaning kuchi? Islomning kuchi, iymonning kuchi. Xitoy zolimlari buni tunib yetaylik. Ma Uyg'urlar biz buni tunib yetmagan bilan, ba'zi bir johillar islomning kuchini tunib yetmagan bilan Xitoylar uni tunib yetaylik. Undan boshqa Suriyaga qarab boqaylik. Suriyada ana shunda 10 necha yil urush qilish orqali Rus, Iran, Hizbullah va shundaqla Bashar Asadning kuchlarini bir o'chim kishilar qandoq qilib chekindirdi, qandoq qilib mag'lub qildi, nimaning kuchi bilan mag'lub qildi? Iymonning kuchi bilan mag'lub qildi. Allah subhanahu wa ta'alaniki müminler chuqum g'alba qiladi degan so'ziga bo'lgan e'tiqodi ishonch bilan g'alba qildi. Bir G'azada kichkina kamyada bir o'chim kishilar dunyodagi eng kuchli davlat bo'lgan, eng ilg'or texnika bo'lgan Isroilni qandoq qilib ustiga keldi. O'shularni ana shunda qo'rqmas qilayotgan narsa nima? Iymon, islom qarindoshlar. Mani kallamızda iniq tunishimiz kerak. Endi g'aflat etsak ishimiz xatar. Endi dinimizning kuchiga sal qarasak, dinimizning ahamiyatiga sal qarasak, bizning madaniyatimizni qo'g'dashda, bizning zaminimizni qo'g'dashda, zolimlar qarshi turishda islomdan iborat bu ne'matga sal qarasak, ahvolimiz xatar, ahvolimiz xatar. Vaholanki ba'zi bir dinsizlar vatandagi shu zolimlarga parallel holda chet elda nurg'ulon xizmatlarni qilyapti. Qanday xizmatlarni qilyapti desanglar, vatanimizda u zolimlar bizni yo'qotish uchun, bizni aslimasiya qilish uchun, bizni ulardan farqli qiladigan, bizni farqli yemak ichmakka, farqli kiyim-kechakka, farqli ko'z qarashga ega qiladigan bu dinimizdan ayirish uchun turli tashviqotlarni qo'llangan bo'lsa, ma chet elda o'zini garchi ziyoli bo'lmasimiz, ziyoli atavagan qo'shnoq ichidagi ma'lum kishilar Uyg'ur xalqining mushkun qilishiga dini sababchi, biz dindan yiroqlashgandan keyin ondan keyin g'alaba qila olamiz degan tashviqotni qiladi. Ey aqlli Uyg'urlarim, bunga hargiz aldanmanglar. Dinni tashlab g'alaba qilgan bir millatmi yo'q dunyo tarixida. Bosna inqilobining rahbari Mujohid İzzet Begoviy shunday deydi. Ma e'tiqodida mustahkam turmaganlar zaminni qo'diyamaydi deydi. Bu tarixda shunday bo'lgan, bugungi kunimizda shunday bo'ladi. Bugungi kunimizda Xitoylarning orasida tili o'xshaydigan, madaniyati o'xshaydigan tungallarni, xuyuzlarni Xitoylardan ayirib narsa nima? Ularning dini. Demak, din bizni yo'qolib ketishdan qo'g'daydigan, aslimasiya bo'lib ketishdan qo'g'daydigan qimmatli angishtirimiz. Mohiyatdan bizni qo'g'daydi, zaminimizni qaytib aklashda, milliy kimligimizni qo'g'dashda intayin muhim va shundaqlar bu bir kuch oxiratdami bizni do'zax azobidan qo'g'daydi. Alloh subhanahu va taolaning tushirgan bu dini bizningki shaxsiy masalamizni emas, mana shunday cho'ng masalalarimizni hal qiladi. Shuning uchun hargizmi Xitoy bilan parallel xizmat qilayotgan, dindan iborat bu yadro kuchimizni ayirishga tirishayotgan bu kishilarning tashviqotiga asla va asla aldanmasligimiz kerak. Ular bilib va yoki bilmay zolimlar bilan birlikda xizmat qilganlar, bizning dushmanimiz bilan parallel xizmat qilganlar. Esimizda bo'lsin, din bizning yo'qolib ketmasligimiz uchun eng muhim bizning sug'urtimiz. Agar biz islomdan yiroqlashdikmi, dindan suslashdikmi, bizning na milliy an'anamiz qoladi, na zaminimiz qoladi. Chunki bizning dinimiz zolim qarshi harakat qilishni, tirishchilik ko'rsatishni, yuqori bo'lgan jihad qilishni ibodat deb buyuradigan bir din. Shuning uchun men vatanim uchun xizmat qilsam bo'ladi, men zolimlarni qo'llab chiqarsam bo'ladi, men vatanimni qaytirib akelsam bo'ladi deydiganlar eng avval dinni qaytish kerak, islom qaytish kerak, iymonda mustahkam turish kerak. Bir odam iymonni tashlab, islomni tashlab, men vatanni ozod qilmoqchi desa, bu aniq bir yolg'onchi. Bu tarixda bunday bo'lmagan, bundan keyinmi unday bo'lmaydi. Qur'onning hukmi bilan texmo unday bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda uchuq deb qo'ydi. "Men yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Qanday bir odam dindan yanadigan, dindan chekinadi ekan, dindan suslashadi ekan, murtad bo'ladi ekan, Allah subhanahu wa ta'ala o millatni ketkizib o'tib, yo'q qilib o'tib, uning o'rniga Alloh uni yaxshi ko'radigan va ular Allohni yaxshi ko'radigan bir kishilarni keltirdi deydi. Xo'sh, unda qolsa, birinchi qilib bizning yo'qolib ketmasligimiz uchun Alloh subhanahu wa ta'ala bizni almashtirib olmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Dinimizni mustahkam turishimiz kerak. Ikkinchi bo'lib, Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishimiz kerak. Bunda dinda mustahkam turgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi va bularni
Allah'ını yaxşı görüdü. Bütün qimmat qarashini Allah'ның sevgisi üstüge kurudu. Ma işni qilsam Allah yaxşı göremdi. Ayaga basam Allah yaxşı göremdi. Mani qilmasam Allah yaxşı göremdi deb mana mushuni ko'zlab qiladi. Azillatin alal mu'minin. Mana yo'qolib ketmaydigan musulmonlarningki 3-alohidligi bo'lsa, mu'minlarga kamtar. Mu'minlarga cho'ngchilik qilmaydi. Mu'minlarning xatoligiga o'zir beradi. Ularni to'g'ri tushunadi. Hargiz ularga cho'ngchilik qilmaydi. Ularni tuvan ko'rmaydi. A'izzatin alal kafirin. Kafirlar qarshi ruhi ustun. Kafirlar qarta ruhi tushkun emas. Uning oldida beshini sangalatmaydi. Ularda o'ziga bo'lgan bir ishonch bor. Hargizmi kafirlarga bo'ysunmaydi. Qarab baqadigan bo'lsak, ma'lum bir kishilar bor. Bular kimlar desa, dal yo'qolib ketadigan turdagi kishilar. Alloh subhanahu va taolo ularni yo'q qilib o'tadigan turdagi kishilar. Ular qanday kishilar desanglar, mu'minlarga cho'ngchi. Cho'ngchiligini musulmonlarga ishlatadi. Ammo kafirlar kay vaqtda nihoyat kamtar. Mu'minlarning kichkina bir kamchiligini cho'ngaytadi. Qisman xatoligini umumlashtiradi. Kafirlarning cho'ng xatoligini to'g'ri tushunishga tirishadi. Uni kichikiltadi. O'zimizga bir qarashimiz kerak. O'zimizni tekshirishimiz kerak. O'zimiz mu'min deb turib, o'zimizni musulmon deb turib, bu xil sifat bizda bormi yo'qmi? Bir musulmonning xatoligini uyda mulohiza qilib, bolalarimizga deb, qaranglar bu diniy olimlar, dindorlar mana bu shunda deyishdikmi? Bir ziyolini ko'rsak, turanmay qilib, ularni iymon qilib, ularning xatoliklarini to'g'ri tushunishga tirishdikmi? Demak, biz yo'qolib ketadigan kishilarning qatorida bo'lib qolibmiz. Bunga tavba qilishimiz kerak. Biz mu'minlarga kamtar bo'lamiz. Mu'minlarga keng qilsak bo'lamiz. Kofirlar qarta o'zimizni tushirmaymiz. O'zimizga ishongan holatda izzat bilan turamiz. Mana Alloh subhanahu va taolo akiladigan, Alloh yaxshi ko'radigan, ular Allohni yaxshi ko'rgan kishilarning sifati mana shu. Ular mu'minlarga kamtar, kofirlarga izzatlik. 4-sifati yujahiduna fi sabilillah. Ular Alloh yo'lida jihad qiladi. Jihad degan nima? Alloh yo'lida ko'rsatilgan har qanday tirishchanlik, mayli qalam bilan bo'lsin, mayli alam bilan bo'lsin, mayli pul bilan bo'lsin, mayli vaqt bilan bo'lsin, Alloh yo'lida ko'rsatilgan tirishchanlikning hammasi umumiy ma'noda vaqtimizda o bir jihad. Ya'ni yo'qolib ketmaydigan mu'minlar ana shunda Alloh yo'lida jinni ishlatadigan jinni ishlatadi, qalamini ishlatadigan qalamini ishlatadi, melni ishlatadigan melni ishlatadi, gipini ishlatadigan gipini ishlatadi, vaqtini ishlatadigan vaqtini ishlatib, Alloh yo'lida mana shunda jihad qiladi. To'xtamay tirishchanlik ko'rsatadi. Va la yakhafuna lawmata la'im. 6-sifati bo'lsa, Alloh yaxshi ko'radigan kishilar, ya'ni yo'qolib ketmaydigan mu'minlarning 6-sifati, ular malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydi. Ya'ni sen mana bu shundaq jihad yo'liga mangsang, men Alloh yo'lida, dinimni mustahkam qilish yo'lida, xalqimni zulmdan qutqizish yo'lida, pulimni xajlayman, vaqtimni chiqim qilaman, jinimni chiqim qilaman deb shundaq mangsang, sana nurg'ulg'an malomat qiluvchilar keladi. Hey, sen ahmoqmi? Hey, sen bu pulni bu yoqqa qiluvchi, oyoq qilsang olmamdi. Hey, sen bu ishlarga vaqtingni sarf qiluvchi, falon shirkatda ishlasang olmamdi deb har xil malomat qiladigan, mayli ota-ona nomida kelsin, mayli bir bilimli kishilar nomida kelsin, mayli bir ziyoli sifatida kelsin, oldimizga mana shunda har xil malomatlar keladi. Lekin mu'minlar va la yakhafuna lawmata la'im. U malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydi deydi. Bu oyat orqali Alloh subhanahu va taolo shunga ishorat qiladiki, Alloh yo'lida mangan kishining oldiga chuqur malomat qiluvchi chiqadi. Uni ayblig'ichi chiqadi, uni haqoratlig'ichi chiqadi, uni tillig'ichi chiqadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan, g'albu nusratga loyiq bo'lgan, yo'qolib ketmaydigan mu'min qanday qiladi? Va la yakhafun. Bundan qo'rqmaydi. Ma'lumot uchun to'xtab qolmaydi. Boshqalarning tanqidlaganlik uchun, ayiblaganlik uchun, tilg'anlik uchun, to'rlarga chiqib sazo yig'ganlik uchun u yo'ldan to'xtab qolmaydi. Davomli oldi qarab mengaveradi. Zalika fazlulloh yu'tihi man yasha. Mana bu Allohning fazli, Alloh xohlagan kishiga beradi. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlarni o'zida jamlash bu Allohning katta fazli. Allohning fazliga erishgan kishilar mana shu yuqorqi sifatlarga ega bo'la oladi. Alloh subhanahu va taolo bu katta fazni xohlagan kishiga beradi. Vallohu vasi'un alim. Alloh subhanahu va taolo fazli kengaridir va har ishni bilib turg'uchidir. Kimning nima ish qilganligini, nimaning qo'ydi yuganligini, nimaning payda chapayotganligini Alloh subhanahu va taolo hammani bilib turg'uchidir. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining yo'qolib ketishini ansirgan bizga o'xshash musulmonlarga xitob qilib, "Innama valiyukumullohu va rasuluhu vallazina amanu allazina yuqimuna as-salata va yu'tuna az-zakata va hum raki'un." Sizlarningki do'stinglar, ya'ni haqiqiy qalbinglarni do'st qilib tutadigan kishilar, qalbinglarni bog'laydigan kishilar, uningga ishonadigan kishilar, qalbiy jihatda uningga tayinadigan kishi kim? Falani o bu g'arib sharq emas kim? Birinchisi Alloh. Allohga ishoninglar. Bu yo'lda, Alloh yo'lidagi jihad yo'lida, zulm qarish yo'lida, yo'qolib ketmaslik yo'lida, millatni jaholatdan va zulmdan qutuldirish yo'lida insonlarda bo'lsin. Sizlarning birinchi do'stinglar, birinchi tayanchinglar kim? Alloh. Va rasuluhu, Allohning payg'ambari. Vallazina amanu, Allohga ishongan kishilar. Qanday Alloh ishongan kishilar? Allazina yuqimuna as-salat. Namozga qattiq ahamiyat bergan, namozni turg'izgan, va yu'tuna az-zakat va zakat bergan va Allohning buyrug'iga boysungan kishilar. Ya'ni Allohning buyrug'iga boysunib, namoz o'qigan, zakat bergan, ya'ni o'zining jism orqali, mil orqali Alloh yo'liga chiqim qilgan, mana shunday kishilar sizlarningki do'stinglar. Hargizmi endi biz yo'qolib ketadi ekanmiz. Undaq qilmasak bundaq bo'ladi, undaq qilmasak biz yo'qolib ketamiz. Deb qalbinglardagi muhabbatni, qalbinglardagi do'stlikni, qalbinglardagi bog'lanishni Allohdan o'zib Sharqqa, G'arbga, Amerikaga, Isroilga bundaq narsaga hargiz bog'lamang. Kim bo'lsin?
ismi nim bo'lsin, uning buningga bog'lamanglar. Sizning birinchi veliyinglar, birinchi do'stinglar, birinchi yordamchinglar kim? Allah. Qalbinglarni Allohga bog'langlar. Ikkinchisi Allohning elchisi, uchinchisi namozni o'qiydigan, Alloh yo'lida chiqim qiladigan, zakot beradigan mu'minlar deydi. Bu deganlik boshqalarning yordam so'mang deganlikmi? Bu deganlik zulm qarishi, g'arb bo'lsin, sharq bo'lsin, uning bilan hamkorlashmang, siyosiy jihatdan uning bilan ittifoqlashmang deganlikmi? Undaq emas. Qalbiy jihatda chuqur tayanchingizninki Alloh ekanligi, Allohning payg'ambari ekanligi, ma'ni unutmang, ma'ni chiqamang deganlik. Sabab nuqtasidan ba'zilarning yordam so'rashimiz mumkin, ba'zilar bilan ittifoqlashishimiz mumkin, ammo chuqur qalbimiz kimga bog'lansin? Allohga bog'lansin. Qalbimizning Allohga, qulimizning sababga bog'langanligini qanday bilamiz? Ana shundaq ittifoqlashgan vaqtda, ana shundaq yordam so'rgan vaqtimizda dinimizning hisobiga o'zimizning prinsipidan tushmaymiz. Dinimizning hisobiga diniy prinsiplarimizdan voz kechmaymiz, keyniga chekinmaymiz. Sabab qilamiz, bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa unda bo'p qolsin deb diniy ahkomlarimizni yo'q qilmaymiz, hijoblarimizni tashlamaymiz, iymonimizdan voz kechmaymiz. Mana bu qalbning Allohga bog'lanishi, islomga bog'lanishi, qulimizningki sababga bog'lanishiningki amaliy isboti. Ammo qalbim Allohga bog'liqlik men sabab qildim deb qo'yib, sabab yo'lida iymonimizdan voz kechsak, islomiy prinsiplarimizdan voz kechsak, o'zimizning diniy kimligini yo'qotib qo'ysak, bu vaqtda mening qalbim Allohga bog'liqlik, mening valiyim Alloh, menga Alloh yordam beradi degan gapimiz saxta bo'lib qoladi. Qalbi Allohga bog'langan musulmon boshqalarning yordami so'simi, u qalbida Allohga bog'lanib turib, qo'li orqali, ya'ni ish harakati orqali boshqalar bilan muomala qiladi, undan yordam so'raydi. Hargizmi bu yordam so'rash jarayonida diniy prinsiplardan, diniy e'tiqodidan voz kechmaydi, keyniga chekinmaydi. Wa man yatawallallaha va rasulahu vallazina amanu. Am qalbimiz Allohga bog'lansa, Allohning payg'ambariga bog'lansa va shundaqla mu'minlar bizning do'stimiz deb mush Allohni, Allohning payg'ambari, mu'minlarni do'st tutsak, biz g'alaba qila olamiz. Biz utuq qozona olamiz. Qanday utuq qozonamiz? Alloh bizga qanday yordam beradi? Alloh subhanahu va taolo bu oyatda kimki Allohni, Allohning elchisini va Allohga ishongan mu'minlarni do'st tutadi ekan, fa inna hizballohi humul g'olibun. Haqiqatan Allohning qo'shini albatta g'alaba qozonadi dedi. Yani kimki Allah'ni, Allah'ның payg'ambari, mu'minlarni do'st tutadi ekan, Allohning qo'shini. Allohning qo'shini chuqur qalbi qiladi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo biz inson bo'lg'achqa sabab qilam oldinib qalbimizning Allohdan ko'tarilib, dinimizning hisobiga, ya'ni dinimizdan voz kechib turib yoki diniy e'tiqodlarimizning keyniga chekinib turib, hargizmi dunyodagi cho'ng kuchlarni do'st tutib qolmasligimiz uchun tuandagi oyatda deydi-ki: "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul-lazina ittakhadhu dinakum huzwan va la'iba." Ey Allohga ishongan kishilar, sizlar dininglarni masxara qilgan, dininglar bilan o'ynashgan, tuvan ko'rgan bundaq kishilarni ahli kitoblardan bo'lsin, kofirlardan bo'lsin, hargiz do'st tutmanglar. Do'stimiz bo'lachaqva deb o'ylab qolmanglar. Sizlarning bir ikki qiz gapinglarni qilib qo'ysa, do'stimiz bu chaqva deb imoniy jihatda bir ikki qadam keyniga inish o'ylamanglar. Vattaqulloha in kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni sizlar mu'min degan gapinglar rasul bo'lsanglar, Allohdan qo'rqib harakat qilinglarki, shunday qilsanglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga g'alaba ato qiladi deydi. Demak, mana shu bir qancha oyat bugungi kunimizda biz sal qarawatgan, biz qimmatini uqolmayotgan islomning qimmatini bizga tuntudi. Va shundaqla islomni suslatsak, islomning keyniga chekinsak, bizning yo'qolib ketadiganligimiz, aslimasiya bo'lib ketadiganligimizni xabar beradi. Shuni yana eskartaman. Bugungi kunimizda balkim vositalik bo'lishi mumkin, balkim bevosita bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilar o'tirg'iga chiqib, davomli islomni sat ko'rsatishga tirishayotdi. Davomli islomga dushmanlik qilishga tirishayotdi. Davomli millatparvarlik nomi bilan chiqib islomga hujum qilyotdi. Shu esimizda bo'lsin, qanday bir odam din nomi bilan chiqib milliy an'analarimizga, ya'ni dinimizga to'g'ri keladigan milliy an'anamizga hujum qilsa, u kazzab, u yolg'onchi. U dindor emas, u diniy olim emas. Qanday bir odam milliy kimligini bahona qilib turib, diniy kimligimizga hujum qildi ekan, u xoin, ya dushmanning odami, makallamizda aniq bo'lsin. Mayli u ziyoli nomi bilan chiqsin, mayli u bir siyosiy da'vochi nomi bilan chiqsin, kim nomi bilan chiqsin, bizning diniy e'tiqodimiz bilan milliy e'tiqodimizni birisi-birisiga so'qashtiradigan, zidlashtiradiganlar kim uchun xizmat qiladi? Dushmanimiz uchun xizmat qiladi. Vatanimizda diniy olimlarimizni so'lab, o'ltirib, masjidlarimizda chiqib, Qur'onlarimizni ko'ydirib, bizni qattiq vositalar bilan dinni so'zlashtirgan bo'lsa, chet el sifatida uni qilmagandan keyin yumshoq vositalar bilan, fikrlar bilan bizni dindan yondirish uchun tirishyapti. Shu esimizda bo'lsin, aqlimizdan o'ylab baqaylik. Agar dinimiz bizning bu ahvolga kirishimizga sababchi bo'lsa, dinimiz bizning mustaqilligimizga ziyonliq bo'lsa, nima qiladi Xitoy dinini cheklar? Dinni qo'yasi bo'ladi-ku. Masjidni chaqmay, masjidning sappasi bo'ladi-ku. U kamplarni samay, diniy o'qitadigan maktablarni ichib pasi bo'ladi-ku. Nima uchun Xitoy shunchalik ching turadi diniy masalalarda? Ular dinning kuchini biladi. Shuning uchun din dushmanlarininki chet eldagi fikriy jihatda din dushmanlari bilan birga, Xitoylar bilan birga parallel xizmat qiladigan bunday kishilarga asla va asla aldanmaylik. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shunda uyg'oq musulmonlardan qilsin. Din dushmanlarininki hili-nayronlarga oldinib ketadigan, ularning tashviqotlariga oldinib dindan sustlashib ketadigan, dinni yiroqlatsak bir ish bo'ldigandek bu xil o'yoq gap qiladigan kishilarning qatoridan bo'lib qolishni Alloh subhanahu va taolo qattiq saqlasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni iymonimizni mustahkam qilsin va shundaqla bu iymonimizning talabi bo'yicha amal qilg'ili nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.